Bak so'rag'antinglar sirtlar biz yoqtirib yeydigan seriq ranglik alaydanjan pullarni oilda qanday qilamiz deb. Mana bugun oildagi buning eng tafsiliy qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganasiz, samsi günish boshlaydi ketdi. Avval pulning go'rishini chuqum sug'urchilab damigizib olamiz. Ishtakidan bo'lsa Elnurining shalgili go'rishi. Arliq ko'rib mesha kepsa ruhtuqallar. Ajrimga haqsiz bo'lgan yurakdan birini beslab qo'llash ko'rsanglar rahmat. Ondan qozonga Elnurining xomashiyani Ispaniyadan import qilib, hech qanday ximiylik modda va aralashib ketilmagan sap bo'lgan zaytun mayda muvofiq miqdorda qo'yib, go'shtni silib, arqidilab bir qo'shqich silib, buni birdam qorib, go'shtning suyini to'liq chiqarib olamiz. Ondan piyozni silib, buni birdam qorib, piyozning rangi normal holatda sarg'aygandan keyin pushqa qalat to'g'rab olgan sho'xini solamiz. Pologa sho'xni solganda birinchidan rangi chiroyli chiqadi, ikkinchidan bo'lsa ta'mi nihoyat yaxshi chiqadi. Sho'xni qorib, mana bu holatda eritib olgandan keyin oldin to'g'rab tayyor qilib olgan sabzlarni silib, buni uzoq qormaymiz, faqat sabz bir xil yumshagandan keyin ustiga muvofiq miqdorda suv quyib, ustiga yana oldin sug'urchilib olgan no'qut va to'ttal atrofida zapasar etib, tuvoqni yepib taxminan 20 minut atrofida qaynatib, vaqt to'shqanda muvofiq miqdorda tuz silib, tuz ta'min tanishayotgandan keyin bir chin atrofida suyini tatib olib, boya biz sug'urchilab qo'ygan go'shtlarni silib, takshi yeyitayotgandan keyin yana tuvoqni yepib taxminan 10 minut atrofida dumlaymiz. Ondan go'shtning asti ustini yengil o'raytib, boya tatib olgan suyini quyib, tuvoqni yepib yana taxminan 20 minut atrofida nihoyat tuvan o'ti dumlab, vaqt to'shqanda poloning asti ustini rosa aralashtirib taqsigilib iste'mol qilsak bo'ladi. Ras Elnuri shirkatimizning unmay go'shtlaridan boshqana sog'lom bo'lgan non va chamg'u mahsulotlarini bor bo'lib, lozim do'stlar boshqa serqardan setilinglar. Amsiz izchil qo'llagan tuqqanlarga ko'p rahmat. Kelasi ko'rishaylik, xayr xo'sh.